Hammaga assalomu alaykum aka-ukalar. Xudo xolasa Toshkent shahridan yo'lga chiqib Moskva shahriga yetib keldi aka-ukalar. Ro'zani 4-kuni aka-ukalar. Mana ko'rishingiz mumkin, avtobusimiz komfort talabga javob beradi. Avtobus narxlari 5000 rubldan. Xudo xolasa kimdir dokumenti yo'q bo'lsa yoki Zalotoy Koronadan qarz bo'lsa ham yordam berib olib ketamiz. Qo'ldan kelgancha bizda yo'nalishlar Krasnodar Toshkent, Moskva Toshkent, Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishi bo'yicha ketayotgan avtobuslarimiz. Assalomu alaykum. Hormanglar, ota. Assalomu alaykum. Yaxshi oldingizmi, ota? Durustmi? Charchamasdan. Mana aka-ukalarim, Zo'g'olasi O'zbekistondan yetib kelgan akalarimiz. Aka, assalomu alaykum. Qayerdansiz? Andijondan. Qayerdansiz Andijon? Yaxshimisiz? Yaxshi oldingizmi aka? Qorasuv shahridan. Qorasuvdan. Qachon keldinglar aka? Biz ketyapmiz qaytib. Ha, siz O'zbekistonga qaytib ketyapsiz, to'g'rimi? Yaxshimi? Necha pul berdingiz aka? 5000 so'm. Yaxshi aka, avtobus ma'qulmi? Ma'qul. Xudo xolasa bugun sira jo'naydi aka-ukalar. Mana avtobuslarimiz komfort talabga javob beradi. Kuzatuv kameralari bor aka-ukalar. Bemalol telefon qilaverasiz, ishonchli nomerlar qo'yib qo'yamiz. Mana avtobusda ichki holati.